Bismillah. Alhamdulillah. Ko'pchilik mendan piyozni rostdan yeysizmi deydi. Mana ovqatlanish jarayonida piyoz. Achchiqqina ko'k choy bilan. Zo'ri bormi morojniy ichadigan? Bismillah. Tortadi-yu. Pistaligi. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, yaxshimisizlar? Mana Ochobat kavoblari bugun dachaga xizmat kelganmiz. Mana endi yashatishib bitti bor, karaoke aytaydi. Qo'shiq aytgan odam eshitsa o'ladi bor-ku. Tashaydi qo'shiq. Dacha juda ham zo'r. Bu tomonda 10 ta kompyuter bor, basseyn, yerda joylari, PlayStation, karaokelar, hamma narsasi bor ekan. Premium klassdagi dacha. Nanayda Istanbul dachasida xizmatdamiz. Kelasiz mana Ochobat kavoblarning shashilari pishyapti. Aloqachi keraksa shunaqa xizmatlarimiz ham bor. Dachalarga borib bemalol pishirib beramiz. Kelib, mazza qilib dam oladigan joydan. Kelasizlar. Hozir telefon nomerlari va akkauntlarni qoldirib qo'yamiz pastda. Kerak bo'lsa aloqachi keraksa Nanayda joylashgan dachamiz o'ta ham premium. Mazza qilib dam oladigan dacha. Amal qilib qolamiz.